Men hayron qolaman, masalan, juda yengiltak harakatlar bilan o'zini namoyish qilgan ayollar bor. Erta o'tib indinga keksayganda qanday ko'rarkin shuni? Farzandlari katabim shu edi deya olarmikin masalan? Faxrlana olarmikin shu bilan? U qabrga ketgandan keyin ham yoziladi uni hisobiga gunoh. Agar kishi gunohni oldinlari mana gunoh qilgan odamlar, gunoh qilgan 5-10 ta odamga ta'sir qilgan o'lib ketgan ko'pincha. Agar bir yomon ishni odat qilib qo'yib ketgan bo'lsa ham o'z jamiyatdan surilib chiqib ketgan, ya'ni o'zi yo'q, nomi yo'q. Kishilar bilmagan kimdan bu illat tarqaganini, lekin gunohim yozilavergan mayli. Ammo bugungi kunda o'sha illatni tarqatganlar nomi bilan o'zini tarixga muhrlayapti. Bu dunyoda o'chirib yuborarsiz, internetda unaqa gap noto'g'ri chiqibdi, o'chirib yuboring dersiz. U Allohnikini o'chirib bo'lmaydi, u qoladi. U boshqa masala u. Lekin hayotning o'zida mana shunday behuda narsalar bilan hayotini o'tkazib, shuni namoyish qilgan odamlar